Lekin necha kiloli tana vaznga bu muolajalarni tavsiya berasiz? Tavsiya beriladi. Birinchi daraja semizlikda, o'ta og'ir darajalarda operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lsa, operatsiyani ya'ni ko'tarmasa yoki operatsiyaga bemor xavfiy qarshilik qilganda bu usul bemalol og'ir darajada birinchi darajalik semizlikkacha ozdirishi mumkin. Yaxshiyam bemalol qilsak bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi oshqozonda qarshi ko'rsatma yo'q. Хорошо. Bu oshqozonga kirdik, mana oshqozonni ko'ramiz. Chunki qarshi ko'rsatma oshqozonda bo'ladi ko'pincha. Yara bo'lsa, o'sma bo'lsa, grija bo'lsa qo'yish mumkin emas. Iskandar aka, balon bilan botulotoksinning farqi nimada? Farqi ikkalasi ham bezoperatsiya olish usuliga kiradi. Farqi rezultatida. Botulotoksinda 10-15 kilogramm oladi va ko'ngillanib operatsiya ukoldan keyingi bezovtaligi juda ham kam, tashkil bo'lmaydi. Oshqozondagi balonda 15-20-25 kilogrammgacha olishi mumkin. Faqat 2-3 kun organizm javob reaksiyasi ko'ngillanib, qusish bo'ladi.